bo'lsa, programmamizda qaysi dangliq shaxs, qaysi dangliq oshpaz bizga qaysi xil taom tayyorlashni o'rgatadi? Diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Bo'lsan programmamizga alay taklif qilgan mehmonimiz bo'lsa, Jongocha qo'rma ustasi Qosimjon ustam qarshi olamiz. Ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Ben yemek-içmek kasbidagi eng yaqin do'stinglar, Tamtang chef ustasi Qosimjon ustamdan salom. Xush keldingiz Qosimjon ustam. Xo'sh, undaqda bugun shu kunda yangidan programmamizga qaysi xil taomni olib keldingiz? Ochiq sho'rpiliq, beliq kabob. Ochiq sho'rpiliq beliq kabobi. Albatta buni qo'sh ta'mlik beliq kabob deb ataydi. Qarasa sho'rpisi chiqadi bo'liqi. Xogoning ta'mida. Ta'mida ochiq chuchuk chiqadi. Beliq kabobning ta'mida. Wow, biz qizlar toz yoqtirib yeydigan bir taom kejima. Ochiq sho'rpiliq beliq kabobga ketadigan materiallar bo'lsa, bir dona o'txo'r beliq, ya'ni so'yi. Undan boshqa sayko'k tatlardan jinjingo, shanxayching deymiz, yubasa aytsak bo'ldi. Tuya, shansay, ondan keyin shu shaosong, shaomijao kichik achchiqlarza, samsaq qatorliqlarni qurishlardan hamda odatda yalli qildiganga, ya'ni chilab ta'mlantirdiganga beliqni tuz, oqmuch, lazi uni, zira uni, undan keyin qarmuch, shingchu, eng asosiy materiallardan al-nuri organik zig'ir meyi. Al-Nuri organik zig'ir meyi. Albatta biz boshda deb o'tgandik programmamizning xos tojdorligini, shu Al-Nuri Yezi igilik pan texnika taraqqiyotchilik shirkati o'z ustiga olgan. Biz birinchi bosqichda oldi bilan beliqninki biz yemaydigan qiltiriqlarni, qasriqchilarni kesib evatimiz. Qanotlarni kesib o'timiz. Mana o'xshash. Buningga cho'qim shu so'yi ishlatishimiz kerak, shunami? Hem de aşğallarda asası so'yi yeyishga chiqadigan bo'lg'achqa, aşğallarda shu so'yini tanlab pishiltimiz. Sal go'shtlik, qiltiriq oz chiqadi. Qiltiriq oz chiqadi. Biz beliqni mana bu holatda bir urib etgandan keyin kesib paychilmaymiz, shunami? Paychilaymiz. Chay to'g'rimiz quyruq tarafida. Biz mana bu. Voy, buningga xil pam ketadigan jimo Qosimjon ustam. Shuni chanashtirimizda bizning maqsad bor. Çoxum təm kırdı deb. Təm kırdı deb. Pişaqni urvatdimiz. Demək görürmənlər, aildə sınıgan çağda bu beliqninki sılıq boğaçqa, məsələn, çanaş bir qədər qiyin boldu ki, şununğa bəkərək diqqət qilishinglarni, yəni pəm bilan avaylab qilishinglarni səmimi əskərtimiz cümü. Biz yana tuz suyida bunu yuyub çay qıvatdimiz. Tuz suyida jüyüşki məqsəd nima onu? Adat quruq suyu jusaq bolmanda. Dezinfeksiyalash, puraqni yo'qotish. Odatda lavju ishlasak bo'ldi. Odatdagi, to'g'ri. Lekin tuz suyida chayqash hamda bir qadar tabiiy oylik qilishga mos keldi, va? Ya'ni biz tuz ta'mimi ma'noga kirdi. Beliq shundoq suziladi, tuzga kirgandek keladi, qarsanglar. Yalla qilish bosqichi kiramiz. Tuzdan 5 gram mana bu holatda sepamiz yengil. Ahmuch 3 gram atrofida, 3 gramdan 4 gramgacha. Onun için lazım. Hem de bu beliq kabob ta'mida chiqadigan boshqa ochiq yeydiganlar lazım. Chaqarachasi bo'ldi ki. Ko'proq chasi bo'ladi shunga o'xshash. O'zining ehtiyojiga asosan qilsa bo'ldi ekan-da. Ochiq yemaydiganlar ahvol qarab qilsa bo'ldi. Undan keyin zira nima? Kabobning jini. Tetig'idek holatda. Salimdan azroq qarmuch solamiz. Samsaqdan azroq yana. Shaosongdan azroq. Shansaydanmi? Yana azroq. Shansayning tam kirgizish roli bor, to'g'ri. Lazdan azroq achchiqlasa. Azroq. Salimiz. Undan keyin qarasanglar, shingchudan tetig'idek holatda. Undan azroq miqdorda suv quyamiz. Tekshi holatda. Tekshi ilashtirib ham yeyitimiz biz qayda sog'ayaga yeyitimiz. Müşbet yeyitib biz 10 minut bo'shamboda yoki eg'izni yem etib 10 minut damlantiramiz. Shundami? Endi navbatda biz shu beliq yellow pouch arliqda qog'ozni tayyor qilamiz. Mana shu holatda. Buni beliqni bevosita shu tovuq solsaq bo'ldi, lisq solsaq bo'ladimi yoki cho'qim shunda paqroq yiltiroq qog'oz ishlatishimiz kerak? Ammo sal bexatar bo'ldi, birsi tegi tutib olmaydi. Yana birsi kuyib ketmaydi beliqning osti uchun.
Şpikatellik noktasidan biz odatda yaltiroq qog'ozga qo'yamiz. Ondan keyin buningmi yana necha tal laza. Ondan keyin azroq samsaq, g'ulpiyoz, qatorliq ko'ktatlarni qo'yib bo'lgandan keyin azroq may qo'yyapmiz. Nega tutib olmaydi ko'pchilik beliqning, olgan chig'imizda sifatli chiqadi. Bu beliqni deb aytamiz vaqt munosib bilan 10 minut tutuq emasmi? 10 minutda uzoqroq tamlantirsak bo'ldi shunaqo. Odatda 10 minutdan 40 minutgacha tamlantirsak bo'ldi. To'piq quyitimiz shunami? Hozir biz beliqni tamlantirib oldik. Endi biz buni duxovkaga silib, ostini ishkizandik. Ustini ishkizanlikdan shab 10 minutdan 15 minutgacha. 10 minutdan 15 minutgacha. O'zimiz nihoyatda astoydil qarg'asida yaxshi pishiramiz. Cho'ngroq beliqlar olib qolsa 20 minutdan pishib ketishi mumkin. Qosimjon ustam, odatda siz shu uyda tomoqni uyda o'zingiz etib yo ayolingiz etib bergan tomoqni yemisiz yoki mushta vaymaylarni chaqib sirtma tomoqlarni yemisiz? Biz buni aldirash, tomoq etamaymiz, o'zimizga oshmaymiz-da. Odatda shu mulozimdan ko'proq bo'lib yeymiz. Tomoqni etyapsiz, boyatingiz qachon pishar Qosimjon ustamning kopi, mush beliqi deb, mush qo'sqim degan etib, shundoq biyaram bo'lib ketdim. Shuning bilan men mush mulozim supisidan tomoq buyruq qo'ygandim, tomoqmi kelib qolay debdi. Shu iste'molimizga yangicha tus bo'lib kirgan, o'zining har xil tamdagi ochiq-chuchuk yemekliklar bilan iste'molchilarimizga yoqqan Lozixon shirkati bozorga solgan Lozixon yog'mushliq to'xu qantini zakaz qilib qo'ydim. Xush ketganingizga qarang. Mana kelgan vaqtim bo'lib qopti, undaqda birdan saqlab turaylik ha. Yaxshimi, shundayman. Rahmat. Mana ko'rurmanlar. Mana Qosimjonga ko'rib turganingizdek Lozixon yog'mushliq to'xu qanti. Shunchalik aplikanda safarlar chiqqanda bo'lsin, sayohatlar chiqqanda bo'lsin, tayyor tomoqning o'rnida shunchalik yaxshi. Undaqda tomoq pishqicha buni yeb qo'sqimiz asalab turamdi. Baqili. Ochiq yeyishni yaxshi ko'ramsiz yoki mushta asl tam yemdiq? Qaysi o'zi? Asl tam yeyli ha. Rahmatlar ketmaymiz. Qadrli ko'rurman do'stlar, ko'rib atqaninglar Şinjan Tamzat Madaniyat tarqitish cheklik shirkati bilan Şinjan Ko'klam Madaniyat tarqitish cheklik shirkati birlashib ishlagan. Şinjan Al-Nuri yezigilik fan texnika taraqqiyot cheklik shirkati xos tajribalarni o'z ichiga olgan kunda yangi tam programmasi. Albatta programmamizni iste'molimizga yangi tur bo'lib singib kirgan, shunaqla Lozixon markasidagi har xil ochiq-chuchuk yemekliklar bilan xalqimizning shunaqla iste'molchilarimizning olqishiga erishgan Şinjan Lozixon yemeklik fan texnika cheklik shirkati alohida talab qilgan. Onundan boshqa yana programmamizni shu turmushimizga intayin zo'r qulayliklarni olib kelgan mulozim sifsi alohida qo'llagan. Shundaqla programmamiz bilan izchil hamkorlashib kelayotgan o'rin Şinjan Miyassar yemeklik tarbiyalash markaziga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Qosimjon ustam, amdiki bosqichda qildigan mashg'ulotimiz biz ko'ktatlarni bir qatim qaynoq suvdan o'tkazib olaylik. Pishirib olamiz. Maqsad ko'ktatlarni dezinfeksiyalash, tozalash. Albatta yaxshi ko'rgan ko'ktatlarni solsak bo'ldi. Boshqalarda soldigan ko'ktatlarning turi bizga ko'p. Masalan, pingo mogo deymiz. To'g'ri, mogo turidiki. Ondan keyin chay tofu deymiz, pomenjing deymiz. Shunga o'xshash tofu deymiz. Tofu, konfen degandek. O'zimizning ehtiyojiga asosan tanlab. Yaxshi ko'rganlarimizni tanlab solsak bo'ldi. Buni qanchalik vaqt suvda o'tkazamiz? Bir qaynasla olamiz. Bir qaynasla bo'ldi shundami? Odatda shu tomoqni etib, chiroyli bo'lgan o'zi xos bo'lgan qochquchilarga usishim bir san'atga. Bugun ham bizningki beliq qo'limizga bu qachon aytib mos ketdi deb o'yladim hamda. Biz beliqningki ko'ktatlarni qaynoq suvdan o'tkazib olgandan keyin biz buni beliq chiroyli tug'dak holatda osti qismiga ko'ktatlarni tizib olamiz. Avvalkin sho'rpisini tanishib olaylik. Beliqning sho'rpisini ham to'g'ri. Biz avvalki Qosimjon usta markasidagi o'zimning markasidagi Shangla Shangao Hogo deyilgan uniki eg'izni ichib. Bu har xil tamdimi yoki bir xil tammi? 6-7 xil tamda. 6-7 xil tam. Bugun ishlatganimiz? Bugun ishlatganimiz Shangla Shangao Hogo deyilgan. Wow, shunda turadi. Bu uning o'zimiz qo'rib 2023-yil 1-oyning 1-kuni yangi qachilangan mallar biz. Biz Al-Nuri'niki zig'rimaydan azroq qo'shib ketdik. Ondan keyin achchiq yeydiganlar qolsa 2 tal achchiq, 2 tal samsaq,
Ondan keyin şovsuğuniki olib yoz köke, bunu biz bir aralashtirib, mizlik quruq chiqqandan keyin buningga mana bir cho'mishni solamiz. Bir 160 gram şu xogodiliyoni qo'ygandan keyin biz buni hech qanday bir narsa solmaymiz. Buning asosiy ta'mi shunday qilib tanishib ketdi. Birdan qaynatamiz. O'sha holatda 1 minut qaynatamiz. Ta'mi chiqib bo'lgan, mana ma'nunga o'xshash kavochen, qarang, samsaq, sinjang, nurg'un dori-darmeklar bor bu xogodiliyoni orasida. Sağam beliqimiz pishib qoldi. Pishib qoldi. Alaylar. Xo'sh, beliqni shundaq yegim bor-da, men hozir. Yigidek bo'lib ketdi emasmi bu? Buning oyoqlari sal tutib olgan bo'ldi ko'pchilik, ha? Havo pishaqni urib etgandan keyin asaq supni ta'sir etmaydi. Oilda qilganda ko'rurmalar shuni sal tam ketadigan, ha? Tam ketadi. Ha. Undan keyin biz buningga sho'rpisni, ha? Sho'rpisni qo'yamiz. Sho'rpisni qo'yib olamiz. Buningga yana mizlik puroqdan buni urvatimiz. Voy, yana ishlamni qilgan, qo'zaqqa kechib ketdi. 1 minutlik. 1 minut qiyir qoldi shunami? Biz bu shu Al-Nur meydan. O'sha ishlatadiganimiz. Al-Nuri zig'ir meya. Mayni 6 darajani 180 gradusni ortiq qizitib qo'yamiz, ha. Samsaq. Undan keyin o'sha ezgan samsaq, shavmila, mayni mana. Buningki eng halqiliq yer ekan bu, ha. Vau. Vau, Qasimjon usta mana bizningki atgandan beri noyt ajr bilan tujublab tayyorlagan ochiq sho'rpiliq beliq kavupimiz mu tayyor bo'ldi. Hozir mush qarmoq qilib shunda bir og'izlarim siyriqsizlar kelib ketib bordi. Albatta ko'rurmanlar mana ko'rib o'tganimizdek bu tomoq bizga hamda qo'l tutadigan inchiklikni talab qiladigan tomoq ekan. Lekin shuningga yarasha bu tomoqning shu ko'rinishida ko'rinib turdi. Noyt bir dastonimizning yarashiga bo'la oladigan bir cho'ng taxslik qo'rma hisoblanadi shunaqo. Bugungi mushu alayda tamoqimizni tetib berishga, baho berishga biz mushu oshpazlik sohasida ko'zga ko'ringan oshpaz to'rining qurg'uvchisi shundaqla mushu yaqinqi yillardan buyon do'yin supillari deymiz, har qaysi taratqu supillarda o'zining mastonlari necha milliondan oshgan bizning Wang Hong oshpaz do'stimiz Sametjon usta. Qarshi olma Sametjon ustam, qanchaqimizga marhamat. Yaxshimizlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, to'rdoshlar, hammanglarga men Samet Rahmondan o'ttiq salom. Xush keldingiz. Xo'sh, bugun shu Qasimjon ustam mana shunday alayda bir ochiq sho'rpiliq beliq kavupini tayyor qildi. Qarablamış gözlerimizden ilginiz kelib ketib bordi deyman Sametjon ustam. İştahlarım qo'zg'alib. Endi sizlar chunki mushu kasbning ahli mush tamoqqa balkim qarabla bu tamoqning o'xshagan yoki o'xshamaganini bilib bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu tamoqni etish uchun Qasimjon usta bek ajr qildik, shunchalik jafomi tatdiq, shunchalik ajrmi qildik. Mush tamoqning etilish tartibi bo'lsin, hamda bir oziq qiymatlar bo'lsin, mush jihatda bir ozroq fikrlaringizni anglagan bo'lsak. Bo'ldi. Oldi bilan mush tamoqni hemen to'g'ri. Qilganlardan o'zim shunchalik xursand bo'lyapman. Jumladan hamda kasbiy nuqtada aytganda men bu tamoqni bag'lashga to'liq salohiyatim ojizlik qildim. Nimishqa deganda Qasimjon ustam bilan hemen tunishgan tatib Qasimjon ustamninki oshpazlik saviyasi, oshpazlik mahorati mendan qilishsiz. Hatto menda yuqori chiqdi. Nimishqa degan joyda biz bir mezgil bu sohada o'rtaq hamkorlashib bakkan burun. Şuna men bununla kasbiy nuqtadan turib bo'pti, bo'lmabdi demayman. Biroq lekin bo'ldi bu tamom. Bir şey deyaylik. Biroq ketib bakkandan keyin men o'zimninki shaxsiy ko'z qarashimni o'tirib qo'yib baxsam bo'ldi. Tanq etdimiz hamda tanq etish jarayonida men nimani his qildim, siz nimani his qildingiz? Mushu Qasimjon ustamga shuni bayon qilamiz. Unda sizga bakamda. Bo'ldi. Keling, bizlar tetib ko'raylik. Beliqdan mayli liqim
Açıq tatlılık derecesi bolsun. Naydı bizning ağzımızga yıqışlıq bir tam boldu. Men baya naq maydonda ko'rib turdim. Mush beliqni parchalash. Onda boshqa tamlantirish jihatimi. Shunchalik tam hozir beliqni qetiq singanchu. To'g'ri. Shunchalik yeyishlik. Tuz ta'mimi shunchalik yaxshi keldi. Masalan, oshqalarni yeb boqqan bo'lsangiz, bu beliq xil yuqori bahada 130 ko'ydan 150 koy hatta 180 koyim setildi. Beliqning bahası uncha qimmat emas. Bu go'shturdiki yemekligimizden go'shtning kilosi 70-80 koy. Beliqning uncha qimmat emas. Mushundaq bozorni yaxshi ichib bulolmayotgan xo'jayinlarga mush beliqni bozorlashtirish orqali, bozorga selish orqali yaxshi bir iqtisodiy qimmat yarataligidek, haq va xalq yoqtug'idek shundaq yaxshi bir qo'rin bo'libdi. Oilalar qanchada mush baya Qosimjon Aslam degandek tamlantirib, oddiy usulda oilaning mehr muhabbati bilan birlashtirib ayis bo'ldi. Lekin buni tovarlashtirman deydiganmiz. Pishirish mohiyatida tamdan tortib o'lchamga to'g'ri taqsim usush hatto xaridor mehmonning oldiga ochiqcha intayin yuqori saviyada bo'lish kerak. Chunki bu savdoga ishlatilgan, oila ishlatilganda unda yuqori talab qilinmaydi. Tetib bo'lgandan keyin hozir bizning og'zimizda mushbelni bu nima bo'lsa, dalmash oshpazda xuyvi deymiz. Qaytlangan tam. Hozir mush mening tilimda bu tam hozir ba'zan tomoq deysiz, yegandan keyin yo'qaydi. Ma beliqda bu qaytlangan tam hozirgacha tilimizda yana qiliqliq. Bugün qaytqanki Qosimjon Aslam mushbeliq yegim kelib qada qilaman hamda. Zakaz qilmajimi, telefon qilib hamda. Mulozimdan bo'rtimiz. Unda qilsam mushundaq beliqlarni, mushundaq esil tamoqlarni bo'yitmoqchi bo'lsanglar, mulozim sipsidan buyursanlar bo'ldi. Xo'sh qadrli ko'ruvchilar do'stlar, mana bugun ajr mevimiz bo'lgan shundaqlar Qosimjon ustamning tujublab tayyorlash ostida bizningki ochiq sho'rpiliq beliq kavopimiz bu nihoyat muvaffaqiyatli holda sizlarga sunildi. Balkim ko'ruvchilarmi nihoyat ishtiyoq bilan, zo'q-sho'q bilan buni ko'rib o'rganib oldi deb o'ylayman. Xo'sh qadrli ko'ruvchilar do'stlar, programmamizning xos tajidorligini o'z ichiga olgan, sog'lomligimiz uchun sunilgan 5 dan xoli organik mahsulotlarni bozorga solgan Şinjan Al-Nuri yezigilik pan texnika taraqqiyot cheklik shirkati. Shuning bilan birga programmamizni izchil qo'llab kelayotgan iste'molimizga yangicha tur bo'lib singib kirgan. Har xil tamdagi ochiq-chuchuq yemekliklar bilan tonilgan Şinjan Lozixon yemeklik pan texnika cheklik shirkatiga. Shuning bilan birga yana programmamizni izchil qo'llab kelayotgan ham turmushimizga intayin zo'r qulayliklarni elib kelgan mulozim subsidiyagimi alayda rahmatimizni bildiramiz. Shu qatorda yana mushu Muyassar xonim rangpezlar bilan iste'molchilarimizning yoqtirishiga erishgan Şinjan Muyassar xonim yemek içmek tarbiyalash markazigami rahmatimizni bildiramiz. Xo'sh qadrli ko'ruvchilar do'stlar, kunda yangidan programmamizning kelarki sonda qaysi oshpaz ustam bizga yana qanday isil taomlarni sundug'ando diqqatinglar kelarki sonimiz bo'lsin. Kelarki son programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.